Allohu taolo kimni bu dunyoda tanishtirsa, oxiratda yana qaytadan tanishtiradi. Kimni bu dunyoda tanishtirmaydi, oxiratda ham ularni tanishtirmaydi. Bu gapning nima ahamiyati bor desangiz, shaxsan men bu gapga ko'p ehtimom qilaman. Bu dunyoda qayerda tanishganimiz muhim. Biz siz bilan hozir vatanning dardida, dinning dardida, millatimiz, tinchligimiz dardida, buning g'amida yig'ilib turibmiz. Shaxsan men albatta sizlarga ham shuni eslatmoqchiman. Shaxsan men sizlar bilan bugungi uchrashuvimdan savob kutaman Allohdan. Savob umid qilaman. Har bir so'zim uchun, ketkizgan vaqtim uchun. Va har bir gapni yuragimdan gapirishimga, qalbimdan chiqarishimga sizlarga so'z beraman. Chunki shundagina so'z ikkinchi bir qalbga yetib boradi. Demak, bu dunyoda nimani ustida tanishdik? Oxiratda shunga yarasha tanishuv bo'ladi. Bu dunyoda iymonni ustida tanishyapmizmi? Umid qilamizki, Allohu taolo qiyomat kuni jannatlarda bizni qaytadan tanishtiradi. Amin ya robbal alamin.